Xo'sh, bu JavaScriptni demak chuqurlashtirilgan kursi va bugun biza HTMLga qanaqa qilib JavaScriptni optimal ravishda ulashni o'rganamiz. Endi konservativ uslub ko'pincha o'sha JavaScriptni qanaqa qilib HTMLga ulaymiz deyilsa, ko'p boshlang'ich darajada aytilardi, mana bu body tagidagi yopilish qismidan bitta oldingi qator, ya'ni demak oxirgi qatoriga yopilishidan bodyni bitta oldingi qatorda script tagini yoz va script tagini ichida source'ni ichida demak qanaqa JavaScript fayling bo'lsa o'sha narsani ber deydi. Bergin deylardi. Endi bizada heavy.js degan narsa bor va o'sha heavy.jsni biza demak source'ni ichida beramiz. Endi biza JavaScriptni uladik. Demak, bu nimaga oxiriga qo'yilardi? Nimaga bu bodyni o'sha tugash nuqtasidan bitta oldingi qatorga qo'yilardi? Sababi JavaScriptda agarda biz mana bu boshiga qo'yadigan bo'lsak, bodyni boshiga qo'yadigan bo'lsak, hamma narsani brauzer загрузка qilib keladida, doctype'da mana qatorma-qator загрузка qilib keladida, keyin skriptga kelganda mana bu heavy.js agar bizada og'ir bo'ladigan bo'lsa, masalan, tortish o'sha загрузка qilish 1-2 megabayt yoki 10 megabayt o'sha 10 megabayt yoki 20 megabayt bo'ladigan bo'lsa, buni загрузка qilguncha, demak h1 yoki paragraf yoki image boshqa narsalar demak veb-saytimizda chiqmasdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, demak skriptga undan keyingi qatordagi HTMLni to'laqonli blok qilib qo'yadi. Blok qilib qo'yadi deganda, ya'ni masalan JavaScriptimizni ichida aytaylik, mana bu knopkani, button tagini render qiladigan qanaqadir event qo'shadigan biron narsa bo'ladigan bo'lsa, bizani JavaScriptimiz mana bu buttonni ko'rmas edi. Demak, ko'rmas edi, o'qimas edi. Chunki skript bu yoqda turgani uchun. O'sha narsa blok qilib qo'yadi deyilardi. Blok deganda o'sha narsa tushunilardi. O'shaning uchun optimal yechim sifatida bizada oxirida qo'yilardi, o'sha konservativ uslubda, eski uslubda. Endi zamonaviy veb-saytlar og'irlashib ketib qolgani uchun bu optimal yechim emas hozirgi dunyoda, chunki veb-saytlarni ham HTML, ham CSS, ham JavaScript juda ham og'ir. Ana o'shaning uchun bu muammoni hal qilish uchun ikkita yechim bor. Demak, birinchisini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, xo'sh, headni ichiga beramiz. Endi siz aytishingiz mumkin, agar ozgina JavaScript HTML ga ulash haqida ozgina bilsangiz, head ichida ulab bo'lmasdi-yu, xatolik chiqarardi-yu to'g'ridan to'g'ri. Hamma o'sha HTML ni bloklab qo'yardi-yu deyotgan bo'lsangiz, ha, skriptni o'zini shundoq qo'yib qo'yadigan bo'lsak, butun demak kodimizni xatolikka aylantirib oladi, demak xatolik chiqaradi. Ana o'shaning uchun ikki xil uslub chiqqan. Async degan narsa bor. Endi asyncni birinchi ko'rib chiqamiz va async ham optimal yechim emas, o'sha yaxshi yechim emas. Nimaga async? Endi async nima qilib beradi bu yoqda? Asyncni qo'ysak, demak bu bizani skriptimiz HTML ni bloklab qo'ymaydi. Qatorma-qator ketaveradi. Demak bizani HTMLimiz hamma narsani HTML ni загрузка qilib o'sha brauzerimiz ketaveradi. Endi skriptni HTML ga parallel ravishda, demak HTML ni загрузка qilayotgan vaqtida, qatorma-qator загрузка qilayotgan paytida mana bu heavy.js ni ham demak aytaylik 1000 qatori bo'ladigan bo'lsa, 1000 qatorni qatorma-qator загрузка qilib boraveradi. Va async o'sha nuqtai nazardan bitta bizada yechim beradi. Ya'ni demak parallel загрузка qilish. Biza mana bu bodyni oxiriga qo'yayotganimizda HTML birinchi загрузка bo'lib olib turib, keyin JavaScript загрузка bo'lish boshlanardi. Va bu juda ham ko'p vaqtni olardi. Endi async qo'yadigan bo'lsak, bizada parallel ravishda ikkalasini ham загрузка qilganiga qatorma-qator. Demak, bizada o'sha brauzerimiz tezda veb-saytni ochishi mumkin yoki tezroq veb-saytni ochishi mumkin. Lekin asyncni ham muammosi bor, o'ziga yarasha. Bitta muammosi asyncda, masalan, async tartibga qaramaydi. Ya'ni bizada agar yana bitta skript tagi bo'ladigan bo'lsa va uni загрузка qilishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa va uni nomi light.js bo'ladigan bo'lsa, demak light.js bizada heavy.js dan, ya'ni heavy degani og'ir degani, light degani yengil degani.
Heavy.js dan keyin bizada загрузка bo'lishini xohlasak ham, lekin mana bu Light.js, ya'ni yengil bo'lgan JavaScript birinchi agar o'sha nima desam ekan, ichida kam kod yozilgan bo'lsa, bu yengilroq bo'ladi. O'shaning uchun buni загрузка qilib ishga tushirib yuboradi async. Mana bu yoqqa ham async qo'shib qo'yaylik. Async qo'shib qo'yamiz. Demak, tartibga amal qilmaydi async. Qaysi birini birinchi загрузка qila olsa, o'shani загрузка qilib ishlattirib yuboradi. O'sha demak ikkita muammo keltirib chiqaradi. Birinchisi, demak tartib bo'yicha amal qilmaydi. Bizga birinchi Heavy.js kerak bo'ladigan bo'lsa, chunki veb-saytimiz yarmi Heavy.js ga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, keyingi qolgan yarmi Light.js ga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, keyingi ikkinchi yarmi, demak bizada birinchi Heavy.js ni yuklash kerak. Heavy.js ni yuklagandan keyin ham o'sha yuklagandan keyin Light.js yuklash kerak. Lekin async bizada qaysi biri yengil bo'ladigan bo'lsa, o'shani uni qo'yadi. Yuklaveradi, загрузка qilaveradi. Demak, bizada Light.js masalan yengil bo'ladigan bo'lsa, Light.js yuklab, keyin Heavy.js yuklaveradi. Endi yuklashdan tashqari, masalan, bizada hamma HTML загрузка bo'lmagan bo'lishi mumkin. Masalan, image taglari yoki qanaqadir ссылкалар qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ссылкалар yoki rasmlar, qanaqadir videolar kirgizilgan bo'lsa HTMLimizga. Demak, u og'irroq bo'ladi nisbatan va u demak veb-saytimiz to'laqonli hali загрузка bo'lmay turib, parallel tortayotgan bo'lsa ham, masalan, birinchi JavaScriptni tortib qo'yadigan bo'lsa, ichidagi funksiyalarni async ishlattirib yuboradi. Va bu ham muammo keltirib chiqaradi. Masalan, bizada knopka oxirida загрузка bo'ladigan bo'lsa, button tagi oxirida, demak HTMLimiz oxirida bo'lsa, oxirrog'ida va загрузка bo'ladigan bo'lsa, oxirida HTMLimiz. Lekin bizada ancha vaqtli Light.js bilan Heavy.js загрузка bo'lgan bo'lsa, ichidagi funksiyalarni ishlattirib yuboradi va Heavy.js, Light.js o'sha knopkaga bog'liq joyi bo'ladigan bo'lsa, demak xatolik kelib chiqadi to'g'ridan to'g'ri. DOM, chunki DOM degan narsa bor JavaScriptda, document object model, o'sha narsa tayyor bo'lmaydi. O'shaning uchun async ham optimal yechim emas. Endi optimal yechim defer degan so'zni qo'yish. Defer nima qiladi? Xo'sh, defer bu birinchisi biza tartib qanaqa qo'ygan bo'lsak, masalan, birinchi Heavy.js ni qo'ygan bo'lsak, Heavy.js ni ulayotgan bo'lsak, demak, birinchi tartibga amal qiladi. Demak, Heavy.js ni загрузка qiladi, keyin Light.js ni загрузка qiladi parallel ravishda HTML ga. Demak, HTML dan vaqtli ham, kech ham tortib olmaydi, o'sha uni tortayotganida buni ham загрузка qiladi. Endi eng zo'r tarafi deferni tortib bo'lgandan keyin, masalan, HTML, CSS fayllarga nisbatan JavaScriptimiz yengilroq bo'ladigan bo'lsa, tortib bo'lgandan keyin ham defer ozgina kutadi. Kutadi nimani? HTML to'laqonli загрузка bo'lishini. Va HTML to'laqonli загрузка bo'lgandan keyin ichidagi funksiyalarni ishlattiradi. Demak, tortish jarayonini bizada parallel ravishda qilganiga tez bo'ladi. Tortish jarayoni o'sha veb-saytni yuklash jarayoni va funksiyalarni demak ishga tushiradi. Bizani HTMLimiz ham to'laqonli загрузка bo'lgandan keyin. Mana o'shaning uchun eng optimal yechim bizada defer. Demak, script tagini qo'yamiz va deferni qo'yamiz. O'sha source'da biz faylimizni belgilaganimizdan keyin deferni qo'yadigan bo'lsak, demak, hech qanaqa xatolik chiqarmaydi. Headni ichida berayotgan bo'lsak ham va headni ichida berishimizdan tashqari o'sha optimal ravishda bizani JavaScriptimizni yuklashni tezlashtiradi.